Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga Dajjol asli kim bo'lgan degan hikoyani so'zlab bermoqchiman. Mo'tabar manbalarda bir ko'zi peshonasida bo'rtib chiqqan yoki et bilan qoplangan Dajjol qiyomatga yaqin zohir bo'lishi aytilgan. Dajjol so'zining ma'nosi arab tilida yolg'on to'quvchi, o'rab oluvchi, o'zgartiruvchi deganidir. Shu ma'noda Dajjol unga qo'yilgan laqab bo'lib, asl ismi esa aniq emas. Islom ulamolarining aksariyati Dajjolni Ibn Sayyod deyishadi. Chunki hadis shariflarda Dajjolning ayrim sifatlari tilga olinadi. Unga ko'ra Dajjolning ota-onasi 30 yilgacha farzand ko'rishmaydi. Shundan so'ng ayol homilador bo'lib, chaqaloq 12 oy deganda dunyoga keladi. Tug'iliboq xuddi bir yashar chaqaloqdek chinqirib yuboradi. Har safar g'azabga minib baqirganida jussasi kattalashib, yarim hissaga o'sib boradi. Shu boisdan odamlarga ko'p zarar yetkazib, ko'chalar o'rtasida yugurib yuradi deyilgan. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonlarida yahudiylar orasidan Ibn Sayyod nomli kishida shunga o'xshash sifatlar kuzatilgan. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom uni islom diniga taklif qilganida qo'pol so'zlar bilan haqoratlagan ham. Payg'ambarimiz alayhissalomning yonlarida turgan Umar roziyallohu anhu ruxsat bering, uni chopib tashlay deb tig'larini ko'targanlarida payg'ambarimiz alayhissalom shoshilmang, bu haqiqatdan Dajjol bo'lsa, bu ish sizning qo'lingizdan kelmaydi degan ekanlar. Imom Navaviy Sahih-i Muslim sharhida shunday yozadi. U Dajjolni Ibn Sayyod yoki Ibn Sa'd deyishadi. Asli ismi esa Sofdir. Uning yolg'onchi kazzob dajjollardan biri ekaniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening Rasululloh ekanimga guvohlik berasanmi deb so'rashi va uning ushbu qilgan da'volari dalil hisoblanadi. Oldimga rostgo'y ham, yolg'onchi ham keladi. Suv ustida turgan arshni ko'ryapman. Agar menga Dajjol bo'lish taklif qilinsa, yo'q demasdim. Men u Dajjolning o'zini ham, tug'ilishini ham yaxshi bilaman va hokazo. Abu Bakr roziyallohu anhu aytadi: Madina yahudiylari orasida shunday ko'rinishda tug'ilgan bir bolaning xabarini eshitdik. Men Zubayr ibn Avvom bilan birga uning ota-onasi oldiga bordim. Oilada payg'ambarimiz alayhissalom aytgan sifatlar bor edi. Juftlikdan farzandingiz bormi deb so'radik. Biz 30 yil bola ko'rmadik. So'ng oilamizga bir ko'zi ko'r, zarari ko'p, foydasi kam bir bola tug'ildi. Uning ko'zlari uxlaydi, ammo qalbi uyg'oq bo'ladi deb javob berishdi yahudiy ota-ona. Biz tashqariga chiqdik. Haligi bola yopinchiqqa o'ranib tashqarida yotgan ekan. U tomondan bir g'o'ldirash eshitilardi. Bola boshini ochib, "Nima dedinglar?" deb so'radi. Biz "Nima deganimizni eshitdingmi?" deb so'radik. "Ha" dedi u. "Mening ko'zlarim uxlasa-da, qalbim uxlamaydi." Imom Termiziy rivoyati. Demak, Ibn Sayyodning Dajjol ekani Umar ibn Xattob, Abdulloh ibn Umar, onamiz Hafsa binti Umar, Jobir ibn Abdulloh, Abu Zar G'iforiy va Abdulloh ibn Mas'uddek roziyallohu anhum buyuk sahobiylar ta'kidlashgan. Dajjolni Jabroil alayhissalom Alloh taoloning amriga binoan boshqalarga zarari tegavergach, sochidan tutib olis tog'dagi bir toshga, g'orga qamab tashlaydi. Ba'zi muarrixlar Dajjol qamalgan joy Ko'hi Qof tog'ida deyishadi. Qiyomat soatlari yaqinlashgach, yer yuziga chiqishi Qur'oni Karimning Kahf
va boshqa suralarda qisman bayon qilingan. Ba'zi ahli solihlar uni Madina shahriga nisbatan sharq tomondan chiqadi deganlar. Avvaliga u odamlar orasida o'zini taqvodor qilib ko'rsatib, keyinchalik xudolik da'vosini qiladi. U o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosirdor qilish kabi istidrojlardan Alloh taolo ba'zi sinov uchun yomon insonlarga ham beradigan g'ayritabiiy narsalardan kibrlanib ketadi. Shu boisdan o'tgan payg'ambarlarning barchalari o'z qavmini Dajjol fitnasidan ogohlantirib kelgan. Faqat g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilgani uning kirdikorlarini fosh etib turadi deyilgan. Ba'zi manbalarda uni Masih, ya'ni tekislangan ma'nosida ham ataydilar. Chunki uning g'ilay ko'zi et bilan qoplangan bo'lib, tep-tekis holda turar ekan. Nihoyat payti kelib, Iso alayhissalom osmondan tushishi va Dajjol fitnasidan insonlarni qutqarib qolishi hadis shariflarda bayon etilgan. Aytishlaricha, bu kabi voqealar dunyo hayotining tugallanishini bildiradi.